Assalomu alaykum, chorvadorlar, chorva ishqibozlari, kanalimiz obunachilari. Bugungi videomiz katta qo'y 100 kilo plus-minus qo'ylarda qurbanlik uchun so'yaman deb niyat qilgan akalarga. Kimda shunaqa tanishlar bo'lsa, bemalol videomizda jo'natib qo'yishlari mumkin. Bundan tashqari like, kommentariya bilan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Bu qo'chqorlarimiz oldi chiqargan, shakka o'tgan qo'chqorlar. Vazni 95 plus, oldi 110 kilogacha. Vesiga qarab narx hisoblanadi. Zoti Qashqadaryoning Hisori qo'chqorlari. Orasidan shu gavda boshi, misol uchun, ana shu qo'chqorimiz balandligi to'g'ri keladigan nasldorlik uchun ham niyat qilganlar bo'lsa, bemalol kelib qo'yni ko'rib, bemalol aloqaga chiqib kelishilgan holatda ketishlari mumkin. Qo'ylarimizni oldiga kirib, ichkaridan ko'rsatamiz mana. Akalar, imkoniyat bo'lsa, manzilimiz Namangan viloyat To'raqo'rg'on Qatag'on qishlog'i. Qatag'on mahallasi, Qatag'on Saroy qishlog'i. Kelib, ko'rib, qo'ydi o'z ko'zlaring bilan ko'ringlar. Nimaga deganda, telefon bu baribir telefon. Bunda kamerani mana bunday qilib pastdan olib hayvonni katta ko'rsatib yokida bizga o'xshagan noprofessional ish yuritayotgan yangi blogerlikni boshlagan tanishlar, birodarlar mana menga o'xshab yuqoridan olib qo'ydi kichkina ko'rsatib qo'ygan holatda qo'ylarimiz sizni aldaydi. Ko'z bilan kelib ko'rib olganga yetmaydi. Jonivor bor. Narxlari aka 10 million plus-minus vazniga, holatiga qarab baholanadi. Qashqadaryoning Hisori qo'chqorlari nariga 3-qo'ramizda ham xuddi shular bilan bitta partiyada, bitta qo'rada tug'ilib ketdi bo'lgan qo'chqorlarimiz bor. Bularni doimiy o'zim boqqanim uchun o'z meni taniydi. O'shanga videoda ham ko'rishlaring mumkin. Meni oldimga kelib hidganib, suykalangiz kelib turiblar bularni. Bu qo'chqorlarimiz Qirg'izistonda o'sha Arashan zotli qo'chqorlardan. Hop, bularda nasldorlik uchun qiziqqanlarga tavsiya qilaman. Ayni mana o'sha rangi, ro'yi juda bir Arashan zotda elitniy variantiga to'g'ri keladigan qo'chqor. Bosh ko'ti, dumbalari oq holatda, o'zi qiziq tovlagan, juda bir rangi chiroyli holatda. O'sha nasldorlik uchun yaxshi variant. Bundan tashqari, ash orada turgan mana shu turgan qo'chqorimiz ham o'zi shunday bilinib turibdi, gavdasi baland bulardan. Gavda boshi baland. Uzunligi ham uzunki, yaxshigina uzun holatda. Hozir bularda ham qorasiga kirib ko'rsatamiz. Mana shu qo'chqorimiz nasldorlik uchun yana bitta variant. Mana shunisi. Kiloga kelsak, shu qo'chqorimiz 100 kilo, 105 kilo atrofida. Nega endi atrofida deyapman, o'zimiz tortib ko'rdik, lekin tarozining farqi yoki qandaydir texnik xatolarimiz tufayli 1 kilo, 2 kilo plus-minus bo'lishi mumkin. Sizlar oldlaringda lavsiz bo'lib qolishni xohlamagan holatda. O'shaning uchun aniq gapirayotganim yo'q, lekin 100 kilodan ziyod. Bularning narxi akalar $1000 kelishilgan holatda. $1000 qaysidir bittasi, misol uchun hozirgi nasl uchun deganlarimiz $1000 ozgina baland bo'lib qolishi mumkin.
Qolgan gavdasi kichikroq, vesi yengilroqlari undan past holatda kelishtirib qilib beramiz. Mana bu qo'chqorlarimiz. Bular endi hozirgi ko'rsatgan ikkita qo'ramizdan ham ko'ra naq holatda, juda bir to'lib turgan holatda. Ayniqsa mana shu orqadagi qo'chqorimiz. Shu qo'chqorimiz 100 kilodan ziyod. 110 kilo. +1, +2 yoki -1, -2 holatda. Bular jichcha hurkayroq. Mana qo'chqorimiz ayniqsa. Narxlarini kelishtirgan holatda qilib beramiz. 10 million +- hisorlarimiz, Qirg'izistonda arashan zotlarimiz zot uchun yoki qurbonlikka niyat qilganlar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videomiz noprofessional tarzda oddiygina bir hech qanday montajsiz holatda internetga, YouTube'ga joylanadi. Videodagi qandaydir professionallarga xos bo'lmagan xatolarimiz bo'lsa, aniq borligi aniq. Shu xatolarimiz uchun uzr so'raymiz. Va buni to'g'ri qabul qilasizlar degan umiddaman. Kimga videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariya, like bilan qo'llab-quvvatlagan holatda qabul qilasizlar degan umiddaman. Bugungi sanamiz 2026-yil 7-may. Akalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.